Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bugungi darsimiz o'sha qalbni ochiqligi, keng bo'lishi haqida gaplashamiz. Buning bir qancha sabablari bor va erishish yo'llari haqida gaplashamiz. Qalbni ochiqligini birinchi eng katta qalb ochiqligiga dalolat qiladigan narsalardan bittasi bu tavhid. Ya'ni Alloh taoloni yagona deb bilish va hamma ibodatlarni Alloh taolaga qilish. Bu tavhid odamni iymonini ziyodalashib va kamayib turishiga bog'liq. Odamda shu tavhid ilmi, tavhid Alloh taoloni yagona deb bilish ilmi qanchalik noqis bo'lsa, qalb ham shunchalik torayib ketadi. Agar qanchalik bir Allohga yaqinligini his qilsa, qalb ham kengroq bo'ladi. Mana masalan, kimni hayotda ham kuzatinglar, insonlar hammasi yashaydi, kofir ham, mo'min ham, musulmon ham hammasi yashaydi. Hammasida ham qalbida siqilish bor. Mo'minda ham topasiz, musulmonda ham hammasida topasiz, kofirlarda ham topasiz. Hammada bor bu dunyoda. Chunki bu dunyo imtihon dunyosi. Bu dunyoda hammada bo'ladi. Endi darajalari bor uni. Bir xillarda yengil o'tadi, bir xillarda juda og'ir o'tadi. Biz o'sha og'ir o'tish nuqtasidan qutulish yo'llari haqida gaplashamiz. Va albatta bu masalada nimaiki mavzu boshlasak, Qur'onda nima bor ekan deb murojaat qilamiz. Ko'p odamlar qayerdagi psixologik kitoblar o'qib yuradi. Qayerdagi psixologiya kitoblarni o'qib yuradi va hayotda o'rnini topolmagani uchun. Va bilingki, bir jamiyatda psixologlar ko'payib ketdimi, o'sha jamiyatda qalbi torlar ham ko'paygan. Odamlar hayotdan rozi emas, siqilganlar ko'payib ketgan. Chunki talab bor, keyin taklif ko'paygan bo'ladi. Mana hozir o'zbek tilida gapiruvchilar ham psixologlar juda ko'payib ketgan. Bo'lib qanaqa psixolog? O'zi ham bir hayotda joyini topmagan psixologlarda. Mana ayol psixologlarni ko'rsangiz, ahvolini ko'rsangiz, boshlangiga chiqib olib psixologman deydi. Mana shunaqa vaziyatdan ozgina gapga usta, sal psixologiyani ozgina o'qib qolganlar keyin odamlarni aldab, avrab yurishni biladi xolos, ma'lum muddat. Lekin kimki qalbini butunlay ochiq bo'lishini, siqilishdan xoli bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, albatta nima qilish kerak? Qur'onga murojaat qilish kerak. Alloh taolo oyat karimada aytadiki: "Afaman sharahallohu sadrahu lil-islam fahuwa ala nurin min robbih." Kimniki Alloh taolo islomga qalbini ochib qo'ygan bo'lsa, u Robbisidan bo'lgan bir nur ustidadir deydi. Robbisidan bo'lgan bir nur ustidadir. Demak, kimniki qalbiga agar nur kiradigan bo'lsa, unda hech qanaqa siqilish bo'lmaydi. Chunki u Robbisiga nima? Qattiq suyangan bo'ladi. Alloh taolo oyat karimada aytdi: "Afaman sharahallohu sadrahu lil-islam." Kimniki qalbini, sodrini, hozir sodr haqida ham gaplashamiz, sodrini islomga agar ochib qo'yadigan bo'lsa, u Robbisidan bo'lgan bir nur ustidadir deydi. Bu nurni ba'zi ulamolar ilm degan, ba'zi ulamolar Alloh taolaning zikri degan. Endi nur deganda ham masalan o'sha qalbni ochadigan narsa bu nur hisoblanadi. Unga ilm kiradi, Alloh taolaning zikri kiradi, yagona Allohga ibodat qilish, hammasi kirib ketaveradi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam va man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama." Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadiki, Alloh kimniki hidoyatga boshlayman desa, boshlashni xohlasa, yashrah sadrahu lil-islam, qalbini islomga ochiq qilib qo'yadi. Kimniki agar zalolatga ketkizaman desa, qalbini, ya'ni ko'ksini deb tarjima qilaylik, ko'ksini tor qilib qo'yadi, bir harajga olib kirib qo'yadi-da, ka'annama yas'adu fis-sama, go'yoki osmonga ko'tarilayotgan odamga o'xshaydi. Ana bu oyatda Alloh taolo aytayaptiki, kimniki hidoyatga boshlayman desa, islomga qalbini ochiq qilib qo'yadi. Ya'ni islom o'zi haq. Islom dini bu haq din. Ya'ni haqni qabul qiladigan qilib qo'yadi. Mana odamlarni ko'rsangiz, talash tortishadimi, qayerda bo'lsa ham haqni tan olmaganini evaziga qalbi siqilib yuradi. Masalan, bir odam xato qilsa, shu joyda xato qilding desangiz, yo'q, xato qilmadim deb turib siz bilan talashib tortishadi. Shu joyda, ha yo'q, xato qildim. Sen haqda aytyapsan, to'xtasa mana shu odamning qalbi ochiq degani. Mana shu odamning qalbi ochiladi, o'zi ham ochilib ketadi.